Ayrim gaplarimizni primoy tushunsa qanaqa bo'ladi? Kelinglar. Ostonangizni supurgani keldik. Ha? Yo, shart emas, ertalab supurilgan. Yo'q, tushunmadingiz. Uyingizga qulchilikka keldik. Aylanay. Qulchilikka? Voy, bo'p qolmadimi? Charchab ketdim. Oy, qul deyishnatdi ya. Ha, bo'linglar. Voy, bizni tushunmadingiz. O'g'limni boshini ikkita qilmoqchiman. Boshini ikkita? Ha, keling, xohlasangiz 3 ta qilib beraman. Voy, bir ajoyib odam ekansizda. Sizda bir gul bor ekan, bizda bir bulbul bor. Bizda gul? Ha, bor. Sizlarning bulbulinglar qani? Demak, tushunmaysiz. O'g'limizga qizingizni qo'lini so'rab keldik. Nimaga? O'zini qo'li yo'qmi? Bor, charchadi. Kirini ham o'zi yuvadi, kiyimini ham o'zi dazmollaydi, ovqatini ham o'zi qiladi. Voy, balandorga osildi shekilli. Ey, uylanmay ol. Xudo, pastroq doringiz yo'qmidi? Xullas, rozi bo'lsangiz, non sindirib qo'ysak. Ana? Yana qancha sindirish kerak? Voy, bularni ham tushunish kerak. Qizi bor, nozi bor-da. Ha? Yo'q, qizimni bermayman, yo'q. Men aylanib yurmasdan uyga tezroq borgin. Xo'p. Aka, klientga shunaqa muomala qilyapsizmi? Yo'q, uylanadigan qizim. Ha, qulog'ini tishlab qo'yganmisiz? Ha? Nima qilganingiz bu? Jinnimisiz? Yo'q, bo'lmas ekan. Ayb o'zingizda bitta ish eplolmasdan nuqul gap sotib o'tirasiz. Gaplar bor, kelinglar, arzon bo'lib ketdi. Yaxshi gaplar bor, yomon gaplar bor. Kimga necha kilo? Aka, sevgilisi tashlab ketganlar, qanaqa gaplar bor? Ha, sevgilisi tashlab ketgan bo'lsa, sveji qarg'ishlar to'planib bor. Shundan 2 kilo beraman, xo'p? Ular nimadir qilib ko'tarishim kerak-da, hech ishi yurishmayapti. Ko'tarilishi eng oson yo'li mana paxta gaplarda. Bundan ko'proq olavering, zarar qilmaydi. Keyin bizda ikkita gapimiz skipkaga tushgan. Mana va'da. Hozir ko'pgina deputatlarimiz mashinadan olib xalqqa berishyapti. Buni bonusiga ozgina yolg'ondan ham qo'shib olishyapti. Aka, gruppaga yozmaydigan, choyxonaga chiqmaydigan sinfdoshlarga nimangiz bor? Unaqa sinfdoshlarga faqat so'kish gaplarni ishlatasiz. Agar bu ham ish bermasa, zakaz qilsangiz, yana ham zo'rlarni olib kelib beramiz. Gap sotish ham zo'r biznes ekan. Xolasangiz birga sotamiz. Qo'ysangizchi, men sizga o'xshagan bekorchimanmi? Siz u nuqul aravani quruq olib qochasiz. Uni buni qo'ying, to'yga o'tarsiz. Yo'q, zo'r-ku. Uyoldingizmi? Yo'q, hali endi. Anu gaplar ham bor, eshitganmisiz? Uyoma qo'shni oldigan. Yo'q. Keling, mana bu milliarder qo'shni ichmaydi, chekmaydi, mashina, uy-joy, hamma narsasi bor, faqat qimmatroq. Ya, bo'lmaydi. Xohlasangiz, mana bu oddiy qo'shni bor. Hech narsasi yo'q, faqat shu telefoni bor-da. Ya bu anavmi Texno Camon 30 degan telefon. Camon 30 telefonni orqa oldi kamerasi 50 megapiksel. Orqa kamerasi sun'iy intellekt bilan 100 megapiksel bo'ladi. Batareyasi 5000 amperlik. Zaryad 70 vatt bilan 45 minutda 100% bo'ladi. Ko'rinishiga gap yo'q. Bo'ldi, yoqda olaman. Qo'shnimi? Yo, telefonni. Yomon orqangiz taroziga soldingiz siz ham.